O'zbek xalqi birlashadigan kun haqida gapirmoqchiman. Bilasiz, 18-noyabr kuni bizni ikkita muhim uchrashuv kutmoqda. Dubayda O'zbekiston milliy terma jamoasi Eronga qarshi o'ynasa, aynan o'sha kuni o'smirlarimiz Qatardagi jahon chempionatida Italiyaga qarshi maydonga tushadi. Oxirgi marta Eronni Toshkentda yutganimizda ular hakamlarni ayblashdi. Hozir ham Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ruslar ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga bosim o'tkazishga harakat qilishmoqda. Tabiiyki, o'yin davomida ham ular turli nayranglarni ishlatishlari aniq. Lekin biz Erondan qo'rqadigan va ularga yutqazadigan davr o'tib bo'ldi nazarimda. Neytral hudud va final. Biz o'z kuchimizni maydonda ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Islom Ismoilov shogirdlarini ham jiddiy sinov kutmoqda. Italyanlar har qanaqa yosh toifasida kuchli, lekin futbolchilarimiz bu raqibni ham mag'lubiyatga uchratib, tarix yaratishiga ishonamiz. Shunday ekan, siz ham Olg'a O'zbekiston challenge-ida ishtirok eting. Bu videoga like bosing, xohlagan futbolchimizni belgilab keting, hamma tanishlarga yuborib qo'ying va albatta Olg'a O'zbekiston so'zini yozib keting. Ikkala jamoamiz ham mas'uliyatni his qilib turishibdi, lekin O'zbekistondan turib ularni mana shu ko'rinishda qo'llab-quvvatlaylik. Men sizga ishontirib ayta olamanki, bu video futbolchilarimizgacha albatta yetib boradi. Futbolda ruhiyat juda ham muhim. Ularni ruhan qo'llab-quvvatlaylik. Hozir birikadigan, birlashadigan vaqt. Olg'a O'zbekiston, biz siz bilanmiz.